2020 yilgi Chevrolet Lacetti bu zamonaviy dizayni, ishonchliligi va tejamkorligi bilan avtomobil ixlosmandlarini o'ziga jalb qilgan mashhur modeldir. Ushbu avtomobil o'zining nafis tashqi ko'rinishi va qulay salon dizayni bilan shahar hayoti uchun juda mos. Old qismi keng radiator panjarasi, zamonaviy LED faralar va silliq aerodinamik chiziqlari bilan bezatilgan. Ichki qismida esa Lacetti haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Keng joy, sifatli materiallar va ergonomik boshqaruv tizimi yo'lni yanada yoqimli qiladi. Multimedia tizimi Bluetooth va USB orqali telefonni ulash imkoniyatini beradi. Audio tizimi esa aniq va kuchli tovush bilan haydovchi kayfiyatini ko'taradi. Texnik jihatdan 2020 yilgi Chevrolet Lacetti 1.6 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 109 ot kuchiga ega. Avtomatik yoki mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud. Ushbu dvigatel yonilgi tejamkorligi bilan ajralib turadi. Shahar sharoitida o'rtacha 7-8 litr, trassada esa taxminan 5-6 litr yoqilgi sarflaydi. Xavfsizlik borasida Lacetti barcha asosiy tizimlarga ega. ABS tormoz tizimi, 2 havo yostig'i, barqarorlik nazorati va bolalar uchun xavfsizlik qulflari mavjud. Bu esa avtomobilni oilaviy foydalanish uchun yanada mos qiladi. 2020 yilgi Chevrolet Lacetti O'zbekiston bozorida hamon mashhurligini yo'qotmagan, chunki u narxi, sifati va xizmat ko'rsatish qulayligi jihatidan juda muvozanatli tanlovdir. U nafaqat haydovchilar, balki yangi boshlovchilar uchun ham ishonchli, sodda va qulay avtomobil sifatida tavsiya etiladi. Shunday ekan, ushbu videoni to'liq tomosha qiling. Siz Lacetti haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha muhim ma'lumotlarni topasiz. Videoga like bosishni, fikringizni izohlarda yozishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli avtomobil sharhlari kutmoqda.